Assalomu alaykum. Bugun sizlarga strelitsa guli haqida gapirib bermoqchiman. Strelitsani tabiatda 5 ta turi mavjud. Lekin gulsevarlar ularni asosan 2 ta turini o'stirishadi. Bu strelitsa nikolaya, mana shu strelitsa nikolaya. Bu yetarli miqdorda katta hajmda o'sadigan o'simlik. Tabiatda 15 metrgacha o'sadi. Uy sharoitida 6 metrgacha o'sishi mumkin. Gullaydi bu gul. Strelitsa nikolaya oq ko'k gullaydi. Guli juda chiroyli, qushga o'xshaydi. Guli birin-ketinlik bilan gullagani uchun 6 oygacha gullab turadi, chunki har bitta gul atrofida 5 ta 6 tadan demak gul o'sib chiqadi va ular birin-ketinlik bilan gullagani uchun 6 oygacha gullab turadi. Buni ikkinchi turi esa strelitsa regina. Strelitsa regina ozgina undan kichikroq hajmda bo'ladi. Barglari ensizroq bo'ladi, uzunchoq, ensizroq bo'ladi. Strelitsa nikolayani esa barglari juda ham enli va juda yirik bo'ladi. Bargning uzunligi, barg plastinkasining uzunligi 1 metrgacha yetishi mumkin. Strelitsa regina esa 4-6 metrgacha o'sishi mumkin. U zarg'aldoq rangda gullaydi hamda gullari juda chiroyli bo'ladi. Bu strelitsa gullarini floristlar juda qadrlaydi va o'sha guldastalar, strelitsa guli qo'shilgan guldastalar qimmat hisoblanadi. Strelitsa guli injiq emas, uy sharoitida yaxshi boqsa bo'ladi. Va tuprog'i qurishi kerak emas. Azotlik, fosforlik, temirlik, kaliylik demak o'qlardan berib turish kerak. Strelitsa gulini ildizi chuqur o'sadi, shu uchun chuqur gultuvak tanlash kerak. O'q ildizi bor uni. Qalingina chuqur o'sadi, o'sha uchun chuqur gultuvak tanlash kerak.